Assalomu alaykum futbol muxlislari va futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va dunyomizda ro'y berayotgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlar bilan ushbu kanal o'z ishini boshlaydi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. O'zbekiston va Urugvay milliy jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi yakunlandi. Bahsda Janubiy Amerikaliklar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. O'yindagi barcha gollar ikkinchi bo'limda kiritildi. 51-daqiqada Facundo Torres hisobni ochgan bo'lsa, 60-daqiqada Juan Sanabria oradagi farqni 2 ga oshirdi. 82-daqiqada Ruslanbek Jiyanov jamoamizning yagona javob golini kiritdi. Shu tariqa O'zbekiston Urugvayga 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchradi.